Here's the second floor. Birishda bu yerda living room joylashgan. Mana bu yer bitta xonacha. Bu yer ikkinchi anaqaga tegishli. Agar kerak bo'lsa qoldirishimiz mumkin bu yerga sitra qo'yib. Ular как klozet ishlatishadi yoki buni как xona ishlatish mumkin. Bu apartmentga tegishli bo'lsa, bu yerda oshxona joylashgan. Hamma yerda AC split unit bor, zimoleta. Mana bu yerda birinchi xonasi. O'zining shkaflari bilan. Bu yerda hammom. Buni yaqinda 1 yilcha deganmi? Kirverni limondan chiqargan. Birlasa oshxo'q, o'zining klozetlari bor. Ikkita derazasi, bu yerga ham king size, queen size sig'adi.